Zakovat o'yini bilim salohiyati, tezkor fikrlash va dunyoqarashni sinovdan o'tkazuvchi nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. Mazkur saralash bosqichida jami 5 ta jamoa, har biri 6 nafar ishtirokchidan iborat tarkibda qatnashdi. Savollar turli sohalarni qamrab olgan bo'lib, ishtirokchilardan nafaqat bilim, balki mantiqiy fikrlash va jamoaviy hamjihatlikni ham talab qiladi. O'zbekiston Adolat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamda Zakovat intellektual klubi hamkorligida adolat notijorat tashkilotlari bilan tashkillashtirilgan ular o'rtasida zakovat intellektual o'yini bo'lib o'tdi. Demak, bu o'yindan maqsad adolat notijorat tashkilotlari o'rtasida bilim va ko'nikmalarni oshirish, ularni hamkorligini yanada rivojlantirish, ularni faolligini ko'tarishdan iborat bo'ladi. Ushbu o'yindan so'ng g'oliblar bittadan jamoa g'olib bo'lib chiqib, ushbu g'oliblar respublika miqyosida bo'lib o'tadigan zakovat klubida ishtirok etishadi. Hududlardan bo'lib o'tgandan keyin bu zakovat intellektual klubi bilan kelishgan holda may oyini birinchi yarmida o'tkazish rejalashtiryapmiz. Ushbu g'oliblarni albatta bu yerga taklif qilamiz. Taklif qilib, butun respublika bo'yicha o'sha zakovat intellektual klubi zalda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Mukofotlash voucher tarzida mukofotlash rejalashtirilgan va qimmatbaho sovg'alar, ya'ni televizor, shunga o'xshash qimmatbaho sovg'alarni taqdirlash rejalashtirilgan. O'yin jarayoni qizg'in va murosasiz bahslarga boy tarzda o'tdi. Har bir jamoa g'alaba qozonish uchun bor kuch va imkoniyatlarini ishga soldi. Ayniqsa savollarga javob berishda ishtirokchilarning tezkorligi, bir-birini tushunib harakat qilishi va aniq qaror qabul qila olishi tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari ishtirokida zakovat intellektual o'yinlari bo'lib o'tdi. Mana shu intellektual o'yinda biz O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyati Toshkent shahar bo'limi tomonidan jamiyat vakillari bo'lgan ko'z ojiz yoshlar ishtirokida shakllantirilgan jamoa bilan ishtirok etdik. Turnir juda ham qizg'in tusda bo'lib o'tdi, juda ham chiroyli tashkil etilgan. Bunday turnirlar nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari orasida, ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslar tashkilotlari vakillarini intellektual salohiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Yakunga ko'ra 77-Nurli maskan jamoasi 20 ball to'plab saralash bosqichida eng yuqori natijani qayd etdi va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Muqaddamxon Salimova, Mirsulton Oripov, Poytaxt.